eski dom. 40 yil o'tgandagi dom, eski 84. 10-15tadan ustayib kelib biz baneda Yangi Namangan tumanidagi Aburayxon Beruniy mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ko'p qavatli uylarda istiqomat qilayotgan aholining ta'kidlashicha, ushbu uyning yerto'la qismida tadbirkor tomonidan olib borilayotgan buzish va qayta qurish ishlari xonadon egalari o'rtasida xavotir uyg'otmoqda. Fuqarolarning aytishicha, ishlar noqonuniy tartibda tegishli ruxsatnomalarsiz va eng muhimi ularning roziligisiz boshlangan. Biz domlarimiz eski dom. 40 yil o'tgandagi dom, eski 84-yilda qurilgan domlar. Kadastrdagi holati bilan to'g'ri kelmaydi. Kadastrda misol bilasiz, kadastrda o'zining holati bo'ladi, santimetr diametrlar. Bu holatdan ancha o'zgarishlar kirgizilgan, fundamentlarni teshib, fortichkalar ochib tashlangan. Bu bizni qulashimizga bir qadam qoldi deganida. Ushbu ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv servis kompaniyasi rahbari tomonidan kanalizatsiya tarmog'ida bir necha yildan buyon muammo bo'lib kelayotganining aytib, shu sababli tarmoq hokimlik tomonidan sozlab berilmoqda deb fuqarolarning aldash orqali tadbirkorga ish jarayoni boshlash uchun imkoniyat yaratib berilgan. yerto'la qismida shu fevral boshidan 10-15tadan ustayib kelib biz baneda mana bu yil mahalla yili ekan, obodonlashtirish yili ekan. Shuning uchun shunaqa biz obodonlashtirib berishar ekan deyishgan. Shuning uchun shunga qarab obodonlashtirishyapti desak, mana kanalizatsiyalarimiz tadbirkorlar ekan. Hovliga olib chiqishdi. Shu bilan mana hali tinchligimiz yo'q. Hamfikr qo'shnilar nomi bilan xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv servis kompaniyasi rahbariga fuqarolar tomonidan nega uyning yerto'la qismi tadbirkorga ijaraga berishdan avval bizning roziligimiz olinmadi deya e'tiroz bildirilmoqda. Biz hech kim deydi podvaldan foydalanishga biz birortamiz ruxsat bermaganmiz, norozi bo'lganmiz, lekin bizdan so'rashmagan bu narsani. Biz aytdik, dokument olib kel. Qurilish nimasidan olib kel, arxitekturadan olib kel. Biz kanalizatsiyani shu yoqqa chiqarishi mumkin bo'lsa chiqar, bo'lmasa chiqarma. Ertaga bu yerni kavlayapsan, do'mitagini kavlayapsan, ertaga qulab tushsa nima bo'ladi? Yorug'lar ko'p, boshqalar ko'p deydik. Keyin ular ertaga olib kelamiz, indin olib kelamiz deb shunaqa bilan o'tishdi. Hamfikr qo'shnilar nomi bilan xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv servis kompaniyasi rahbaridan biz holat yuzasidan izoh olmoqchi bo'ldik, lekin rahbar negadir biz bilan ko'rishishni istamadi. Xo'p. Bormayman endi. Endi manga hech narsa demanglar. Tadbirkor to'pinglar, tadbirkor bilan o'zinglar kelishdinglar, o'zinglar gaplashdinglar, o'zinglar. Mukarram opa, Mukarram opa, tadbirkorga siz berib yuborgansiz-ku ijaraga, jon opa. Bilib turib endi nimaga kim Yomon bekorga berib yuboribmanmi? Beyda hech kim rozimiz demagan-ku, Mukarram opa. Hammalari to'pchilar turibdi, nima qilasizlar yolg'on gapirib. Bayonnomalar turibdi, nima qilasizlar yolg'on gapirib. Voy olib keldilar qog'ozni. Qog'ozda o'zi biz bilan shartnoma yozilgan, lekin biz qo'l qo'yganlarimiz qachondir o'sha biz o'sha 24-yil fevral yanvar oyida mayli oya siz rais bo'lsangiz mayli deb biz o'shani qo'l qo'yib bergandik. O'sha paytda oyaga shirkatga o'tishimizga rozi bo'lib. Endi o'shani shunday kserokopiya qildilar-da, haligi orqasiga shunday qo'yib olib ketdilar bizga. Bizga intervyu berishdan bosh tortgan tadbirkor Rodman MCJ rahbarining aytishicha, shuncha xarajat qildim. Eski kanalizatsiya tarmog'ining yangilab va uning foydalanish uchun asosiy tarmoqqa ulagunga qadar hech bir fuqaro tomonidan e'tiroz bildirilmagan demoqda. Bu joy o'zi odam qilgan biz birinchi hisoblaganimizda ventilyatsiyasini o'zi $37 ketdi. $80 bag'riga odam bo'lmaydi bu joy. Inkor qilish olmaydi, chunki men gruppada yozib qo'yganman. Shu joyda nechta dedim, yakka yolg'iz bo'lsa tasarrufimizga olamiz dedim. Tadbirkordan bu joyda olib borilayotgan ishlar yuzasidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarining taqdim etishining so'raganimizda, u hujjatlarning ko'rsata olmadi. Mazkur holat bo'yicha oydinlik kiritish maqsadida mas'ul tashkilot xodimiga savol bilan yuzlandik. 11-uyning texnik yerto'la qismida fuqaro tomonidan umumiy foydalanishda bo'lgan yerto'la qismini qayta rejalashtirishlarni amalga oshirib, qazib olganligi, balandligini pasaytirib, tayanch devorlariga shikast yetkazib buzib olganligi aniqlandi. Aniqlangan holat yuzasidan fuqaroga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi 3-qismi bilan ma'muriy jarima jazosi qo'llanildi hamda o'zgartirish ishlari joyida to'xtatildi.
hamda ushbu o'zgartirishlarni asl holatiga qaytarish yuzasidan sudlarga da'vo arizalar kiritildi. Bu yerda gap oddiy qurilish haqida emas, balki insonlar hayoti va xavfsizligi haqida ketmoqda. Shunday ekan, holatning atroflicha o'rganib, qonun doirasida masalaga chek qo'yiladi degan umiddamiz.